Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, barchangizga cho'kib borayotgan oqshom xayrli bo'lsin. Taraqqiyotchilik kanalida tabobat bizdan boshlangan ko'rsatuvning navbatdagi soni to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda e'tiboringizga havola etilmoqda. Albatta, sog'ligiga bee'tibor bo'lmagan yurtdoshlarimiz bugungi ko'rsatuvimizni kuzatib, juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lishadi degan umiddamiz. Va ko'rsatuvimizni boshlar ekanmiz. Ko'rsatuvimiz mavzusi bolalar immunitetini mustahkamlash va ularni chiniqtirish usullari. Juda ham foydali mavzu men nazarimda va bu borada mutaxassislarni mehmon sifatida taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Andijon davlat tibbiyot instituti pediatriya kafedrasi o'qituvchisi, oliy toifali pediatr Ismoiljon aka Noraliyev tashrif buyurganlar, xush kelibsiz. Va yana bir mehmonimiz viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bolalar shifokori, pulmonolog Zahiriddin Sultonov tashrif buyurganlar, xush kelibsiz deymiz. Yana bir bor. Demak, mavzu yuzasidan ko'rsatuvimizni boshlar ekanmiz. Albatta, bolalarni sog'ligi borasida oxirgi yillarda kuzatyapmiz, bolalarni immuniteti pastligi, tez-tez kasallikka chalinayotganligi va bu kasallik hali boladan uzoqlashmay yana takrorlanishi, bu holatlar haqida keling. Ustoz, sizdan dastavval so'z olsak. Assalomu alaykum. Bizni tomosha qilib turgan hamshaharlar, vodiy aholisi. Bugungi mavzu boshlovchimiz aytgandek ancha dolzarb mavzular qatoriga kiradi. Chunki nima uchun hozirgi vaqtda bolalarda, ayniqsa go'dak bolalarda orasida tez-tez shamollash kasalligi kuzatilyapti. Bularga sabab nima? Buning uchun oldini olish, boshqarish uchun nimalar qilish kerak? Shular to'g'risida biz suhbatlashamiz. Bularga to'xtalishdan oldin ozgina biz institutda talabalarni o'qitayotganligimiz uchun bu odamlarga biz jicha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bolalardagi joylashgan nafas tizimiga kiruvchi organlarda anatomik fiziologik xususiyatlari to'g'risida ozgina to'xtalmoqchiman. Chunki bu narsani bilmay turib, sababini istash jicha joiz bo'lmaydi. Demak, homiladorlikni qizlarimiz, kelinlarimiz, qizlarimiz, ayollarimiz homiladorlikni 3-4 haftalarda, ya'ni 1 oylik homila bo'lib bo'lmasdan bu ozgina 1 santimetrga bormagan homilalikni ichida nafas tizimi shakllanishni boshlaydi. Bu kekirdak, traxeya, bronxlar, o'pka shakllanishni boshlaydi. Bular shakllanayotganda borib bu narsa ko'payib, shu biz zigota deymiz, bu narsa borib bachadan devorga yopishib, u yerdan oziqlanib, keyinchalik bu hamma bu shakllanayotgan organlar shu onani yo'ldoshidan oziqlanishni boshlaydi. Shu paytda albatta bu hozirgi men sanab o'tgan yuqoridagi a'zolar onani qornidagi qag'anoq suv deymiz endi biz. Suv bilan to'lib yotgan bo'ladi. Tug'ilish jarayonida 9 oyga borib bu narsa tug'ilish jarayonida bu narsa ichi tarkibida oqsil bo'lganligi uchun tezda bu so'rilib ketib, ichi bo'shab, shu birinchi tug'ilishdan keyin, tug'ilgandan keyin birinchi nafas oldirish uchun doya bilan ginekolog vrachni harakati bilan tezda bolani nafas oldirib yig'latib olish uchun harakat qilinadi. Bolani og'iz bo'shliqlari, shilliqlardan, ortiqcha narsalardan tozalanib, keyin bolani nafas olishga harakat qilinadi, birinchi nafasi. Shundan keyin bola nafas olib, o'pka ochilib, va hokazo boshlanib ketadi. Keyin bu yerda yana bir narsani joiz aytib ketaman. Bolalarda mana doktorlarimiz biladi, tanani homiladagi yotgan bolani tanasidan bolaning kalla tomoni, kallasi kattaroq bo'ladi. Chunki toza qon bilan ta'minlangan uchun. Shuning uchun tug'ilgandan keyin ham bolani nafas tizimi tanasiga nisbatan yuqoriroqda joylashadi. Yuqorida joylashgan uchun nafas tizimi yo'llari ozgina qisqa, orasi tor, juda ham shilliq qavati qon tomiriga boy bo'ladi. Qon bilan yaxshi ta'minlanadi. Shuning uchun plus kiprikchalar bo'lmaydi bu yerda. Bu kiprikchalarning vazifasi ya'ni tuklar. Bu tashqaridan kirayotgan havoni birinchidan to'sadi, namlaydi, u yerda ancha-muncha mikroblardan, viruslardan himoya qilib ushlab turadi, keyin nafas yo'liga o'tkazadi. Bu narsalarni kichkina chaqaloq bolalarda yo'qligi, tashqaridan kirayotgan sovuq havoni to'g'ri kirib ketishligi bilan
bolalarda tezda yallig'lanishni chaqirib, bolani burun yo'llarida shilliq paydo bo'lib, bola birpasda pichillab nafas ola olmasdan, bola ayasini emmasdan yig'ina boshlaydi. Bola shamollab qoladi. Virusga yaxshi sharoit hosil bo'lib beradi u yerda. Shuning uchun bolalardagi bu narsani tashkillashtirayotganda onalarimiz eshikka olib chiqib bolasini chiniqtirish uchun, boshqa qilish uchun harakat qilayotganda bolalarni burnini to'sib qo'yishlik, sovuqdan ehtiyot qilishlik choralari bilan ba'zi paytda bizga shunday savollar bilan murojaat qilishadi hamshaharlarimiz. Domla, bolamiz eshikka chiqmasa, sharoitimiz uyda yaxshi bo'lsa, issiq bo'lsa, nimaga bizni bolamiz shamollab qolyapti? Men shunga tushunmayman degan taqdirda biz endi istab hatto shu darajaga boramizki, qizlarimiz bilan suhbatlashamiz. Shuning uchun eskitdan gap bor. Emizikli ayollar issiq yurish kerak, issiq kiyinish kerak. U ko'kragini issiq saqlashlik bu yaxshi natijalarni beradi. Chunki tanani normal mo'tadil temperaturasi 36 bilan 37 gradus orasida bo'lsa, qizlarimizning suti ozgina sovuq tashqariga chiqib kelib, shamollashib o'zlari sovuqda qolib, shamollab sutni harorati tushib ketsa, haligi sovuq qolgan sutni emish bilan bolalarda haligi yuqorida aytgan jarayon hosil bo'lishi mumkin. Endi chiniqtirishga keladigan bo'lsak, ular davolanib chiqadi, yana haligi keyingi biz reabilitatsiya deymiz, qayta tiklanish, bu narsalarga amal qilmasa bolasi qayta shamolla oladi. Endi chiniqtirish nima endi? Mana hurmatli boshlovchi, chiniqtirish bu bolalarni shu muhitga moslashtirish. Bu chiniqtirish o'zi bitta so'z bilan moslashtirish. Ya'ni chiniqtirish turlari masalan havoda chiniqtirish, quyoshda chiniqtirish, suvda chiniqtirish nimalarga bo'linadi. Havoda chiniqtirishda ko'pchilik odamlar mana kunlar isib qoldi yoki bo'lmasam kun sovib qoldi, endi chiniqtirib bor bo'lmaydi yoki kun isiganda borasan, havo almashtirishga boshqa yo'q, chiniqtirishda mavsumi bo'lmaydi. Har doim chiniqtirish mumkin. Chiniqtirishda masalan havo bilan chiniqtiradigan bo'lsa, bitta muhitdan bitta muhitga olib borib qo'yish kerak. Masalan, bizda yo'tal sindromi bor. Mana doktorimiz biladi, yo'tal sindromi biz ko'p doktorlar bilan biz haligi gaplashganda bir-birimiz bilan kelisha olmay qoladigan yo'tal sindromida bolalarda ko'k yo'tal degan kasallik bor. Ko'k yo'tal degan kasallikda laboratoriya ko'rsatishlarda ozgina chiqyapti, yo bo'lmasa juda yuqori bo'lmasa, lekin klinikasi yaxshi bo'lsa, ko'rinishdan shu bolada biz ko'krik deb topgan bo'lsak, infeksiyalarga jo'natsak, laboratoriyasini ko'rib turib bu ko'k yo'tal emas deydi, allergologga jo'natadi. Allergolog bir qancha o'zini dorilarni qiladi, u yo'tal qolmaydi. U shu bolalar chiniqtirishga muhtoj bo'lgan bolalar. Endi hozir xalqimiz o'rtasida hurmatli boshlovchi shunaqa narsa bir endi jonlanyapti. Mana biz boshimizdan COVID-19 ni biz o'tkazdik boshimizda. Qancha odamlarni yo'qotdik. Albatta. Shu paytda vaksina olgan odamlarimizda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Ko'p odamlar shundan o'lmay qoldi. Olmaganlar o'lgan, shunaqa noxush xabarlarni ko'pchilik eshitdi. Shuning uchun bolalarda ham tug'ilgandan boshlab, 2-3 kundan boshlab emlash ukollari, vaksinalar boshlanadi. Vaksinalarni olmaganlar vaksinani qilishdan maqsad bolani immunitetini oshirish, shu jo'natilayotgan, qilinayotgan mikrobga bolani moslashtirib olish. Shuning uchun men xohlardim bu o'zimizni aholimizni bizda shunday yoz oylarida yoki bo'lmasam bahor oylarida, hozirgi kunlarda qanday jannat makon yurtda yashaymiz, quyoshlarimiz bor, shuncha bizda toza havolarimiz bor, tog' toshlarimiz bor, ochiq suv havzalarimiz bor. Endi bu chiniqtirish, suvda chiniqtirish deganda odamlar bitta cho'miltirish deyla tushunib qolmasdan bolalarni ochiq suv havzalariga olib borib chiniqtirish. Masalan, sun'iy haligi ruschasiga aytganda basseynlarda emas. Masalan, tashqaridan hozir havoda chiniqtirish bo'ladigan bo'lsa, quyoshda ertalab soat 8 dan 10 gacha bo'lgan muddatdagi havoda quyoshda aylantirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimagaki undan keyin o'sha radiatsiya tushadi. Unga 8 bilan 10 da orasida osmondan, quyoshdan bizga ilohiy tomondan berilgan bitta ne'mat bo'lib, 7 xil spektrdagi ultrabinafsha nur tushadi. Bu bilan bolalarning tanasida o'zi vitamin, kerakli bo'lgan vitamin D ni o'zi sintez qilib oladi organizm. Shu bilan ancha bolalarimiz o'zi jonlanib qoladi.
lekin unga odamlar unamaydi, boshqa qiladi. Bilmayman, endi bir jicha bu tibbiy madaniyatni yana ham oshirishimiz, mana bu birlamchi tibbiy tashkilotlarga bu narsalar aytilyapti, boshqa qilinyapti. Xudo xohlasa bular yo'lga tushib ketar. Shuning uchun bu suvda chiniqtirish, uyga rezinka basseynda olib kelib qo'yib, uni mayli, uni olib kelib qo'ysin, suv to'ldirsin. Shuni 2 kun, uzog'i bilan 3 kun ushlasin, sutka ushlasin. Chunki u ertalab suv yaxshi nur bilan to'yingandan keyin, issiq kun isib ketgandan keyin, quyosh nuri radiatsiya bilan to'yinib qolgandan keyin unda cho'milsa bolalar, unda chiniqtiraman desa, menimcha u o'zini nojo'ya ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun biz xohlab qolardik, hozirgi o'zimizni aholimiz, ayollarimiz bizni eshitib ko'rib turgan bo'lsa, bolalarni chiniqtirish, emlama ukollarini vaqtida olishlik, vaqtida uxlatishlik, vaqtida ovqatlantirishlik, bu narsa hammasi shu chiniqtirish bo'lib, bolalarning immunitetini oshiradi. U shart emas, borib immunitetni oshirar ekan mana dori deb uni ichirib boshqa qilish. Sog'lom turmush tarzini yo'lga solsa, o'zidan organizmimiz kerakli bo'lgan narsani o'zi qabul qilishni boshlaydi. Domla uzr. Ko'rsatuvimiz jonli efirda, yurtdoshlarimiz ham bo'lishadi va yurtdoshlarimiz bizni tomosha qilib o'z savollarini yo'llashni boshlashgan. Ruxsat bersangiz, ularni ko'p kuttirmasdan birin-ketin suhbatlarni dastlabki qo'ng'iroq egasi biz bilan bog'lanib ulgurdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidan. Savolingizni eshitamiz. Chaqaloqlarni shu yoshligida emlanadi-da, har xil qizamiqqa, yana bir kasalliklarga. Shu emlanmagan bolalarga keyinchalik shu narsa ta'sir qiladimi? Qizamiqqa chidamsiz bo'lib qoladimi? Qanday tomondan ta'sir qiladi emlanmasa? Shuni bilmoqchi edik. Emlanish shartmi o'zi? Rahmat. Savollar tushunarli bo'ldi. Emlama ukalari, hurmatli bizga savol bergan ukamiz, bitta narsani ta'kidlab qo'yaman. Bu emlanish uchun kelinayotgan vaksinalar ko'pi tashqaridan keladi bu. Bu davlat bu zimmani o'zi yelkasiga olgan. Agar odamlarga pullik qilib qo'ysa bu narsani, puliga chidamasligi mumkin. Bu juda katta tekshiruvlar bilan, juda katta bir istaklar bilan qolaversa, yillab davomida yaratilgan bu shunday vaksinalar borki, tirik vaksina bu. Haligi sal silabiylashtirib qo'ygan, harakatini sustlashtirib qo'ygan. Uni organizmga kirgandan keyin o'zini harakatini qilish kerak. U jonlanib, jicha organizmda unga qarshi reaksiya qilib, jicha isitma kirishi mumkin, bola injiqlanishi mumkin. Shuning uchun emlangan joyda aytadi, bir kun, 2 kun isitma kirib qolsa, anaqa qilasiz. Shunda bolalarda immunitet hosil bo'ladi. Nimagaki bizni hozirgi yerli aholilarimiz ko'pi voy Xudoga shukr, meni bolam shamollab qoldi-yu, isitma kirmayapti deydi. Yo'q, isitma kirsin. Qachonki tashqi ta'sirotga organizm o'zi javob qilsa, kaftimizga qo'shsak, ishqalasak qiziydi, hurmatli boshlovchi. Shuning uchun organizm javob berib, yengishga harakat qilsa, isitma kiradi. Shuning uchun eski ma'lumotlarimiz hozirgi ma'lumotlarga asosan 38 gradusgacha kirgan tana haroratiga tegmang deyapti. Ya'ni rejali davolash usuli ketayotgan bo'lsa, orasida yana mononi 3 mahaldan qilasiz, mana dorini ichirasiz deb biz yo'llanmalarni bersak, bir xillari yana uni ichiga isitma kirib qolsa, tez yordam chaqiradi, yana svechi qo'yadi, yana litiski deydi, yana dori ichiradi. Bular hammasi qarabsizki, o'ylabsizki, bu yaxshilikka emas. Yo'q, organizmga har bitta kirayotgan narsani o'zini yozib qo'ygan tagiga nojo'ya ta'siri deb. Shular ta'sirida ham bo'lib qolishi mumkin. Endi qanaqa bu majburmi deyapti. Qancha emlama ukollarni bolalarimiz olsa, shuncha sog'lom bo'lamiz. Qolaversa emlanishgan ukollarni biz hurmatli birlamchi zveno, birlamchi tizimdagi o'tirgan hurmatli uchastka oilaviy shifokorlarimiz yaxshi tibbiy ko'rikdan o'tkazib turib, ne qilish kerak. Masalan, bir hafta oldin og'rigan bo'lsa bolasi, ichi o'tgandir, qusgandir, yo'talgandir, isitmalagandir, kelib bolangiz sog'lommi deydi. Bolam yaxshi, yo'talmayaptimi? Yo'q deydi. Bir hafta oldin og'rimaganmi, 10 kun, 15 kun oldin og'rimaganmi bo'lgan desa, yana ozgina haligi surib qo'ysa privkani, chola tuzalmagan bolaga privkani qilib qo'ysa, qilingan vaksina
bu sifatli bo'lmaydi. Shuning uchun privkani olgandan keyin o'zi ko'rsatmasi bo'yicha og'rimaslik kerak. Lekin og'riyapti bolalarimiz. Nima uchun? Chunki sifatli emlanmayapti-da bolalarimiz. O'zimiz vaqtga soldayapmiz. Shuning uchun, yo'q, meni bolam og'rib qolgan. Men 10 kundan keyin olaman, doktor aytdi menga. 15 kundan keyin olaman ekan degan narsalarni qilsa u o'zimizni vrachlarimiz 15 kundan keyin olish kerak deb kartasiga belgilab qo'ysa, maqsadga muvofiq bo'ladi, bolalarimizda yaxshiroq immunitet hosil bo'ladi. Rahmat. Qo'shimcha qilmoqchiman domla ustoz aytganlariga. Savol beryaptilar. Keyinchalik bu emlangandan keyin asorat berishi yoki ta'sir qilishi mumkinmi deb. Yo'q, mumkin emas. Agar u to'g'ri emlangan bo'lsa, chunki bu inson organizmiga kiritilayotgan qaysidir o'sha virus yoki bakteriyaga qarshi vaksinalar bu o'sha bakteriyani qaysidir bir qismini ajratib olingan, 15%, 20% gacha bo'lgan bir a'zosini ajratib olingan chala o'lik holatdagi tirik mavjudot hisoblanadi. Bizga bu o'quv o'sha immunitet tizimimizga o'quv kursini, ya'ni buni o'lishini yoki o'ltirishini o'rgatish uchun, trening o'tish uchun kerak deb hisoblanadi. Shu ajratib olingan chala o'lgan bakteriya inson organizmiga ta'sir qilishi mumkin emas. Faqatgina shu o'rganish uchun ishlaydi. Bu hech qachon tirilib yoki ishlab ketib nojo'ya ta'sir qilmaydi. Ustoz aytganlaridek, shu kasallik davomida yoki insonda individual sezuvchanlik bo'lgan paytda qandaydir asorat berishi mumkin va bu ham bu to'g'ridan-to'g'ri vaksinani o'zi bilan bog'liq emas. Yana shunaqa katta bir xatolarni eshitamiz. Bir emlashga chaqirilganda 2 ta, 3 ta yoki ko'plab vaksinalarni bir vaqt o'zida qabul qilishi bu insonni yoki bolani immun tizimini charchashi yoki noto'g'ri ishlashiga olib kelgan holatda asoratlar berishi mumkin. Ya'ni shu 2 ta yoki 3 ta emlash vaqti kelganda bir hafta yoki 3 haftagacha bo'lgan oraliqda ketma-ket bir safar og'ziga tomizganda keyingisini inyeksiya holatda va keyingisini boshqa holatda qabul qilish tavsiya qilamiz. Ya'ni birdaniga 3 ta 4 ta vaksinaga emlamaslikni so'raymiz. Hamda emlashdan keyingi bolani parvarishlari ham to'g'ri bajarilishi kerak. Emlangandan keyin shu ehtiyot qilishi, shu isitmasini chiqishi yoki boshqa ichakdagi o'zgarishlarni to'g'ri olib borishni nazorat qilish, ota-onasiga tushuntirish muhim rol o'ynaydi. 2 xil vaksinalarni aytishadi. Ko'pchilik xususiy klinikalarda shunaqa emlashlar borki, isitma chiqarmaslik haqida kafolat beriladi. Buni farqi nimada deb ko'pchilik qiziqqanda, biz o'rganishimiz natijasida shuni aniqladik. Shu bakteriyani bir qismi ajratib olingan, 20-15% qismi ajratib olingan 75-80% lik vaksina davlatnikida qilinadi. Bu juda samarali, lekin shu piragen reaksiyalari bilan kuzatiladi. Xususiylarda qilinayotgan vaksinalar shunaqaki, o'sha 15-20% ajratib olingan qismidan tayyorlangan vaksina bo'lganligi uchun reaksiyasi kamroq, lekin uni effektivligi, foydaliligi hamda natijasiga nisbatan davlat vaksinalardan farq qiladi. Shuning uchun bolani sog'ligi holatiga qarab, agar immun tizim yumshoqroq ishlashi yoki qanaqadir boshqa surunkali kasalliklar bo'lgan paytda emlash xohlanganda shu ozroq foizdagi zararlardan iborat bo'lgan vaksinalardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Bu albatta u davlat tomonidan berilmaydi, pullik asosda ketadi. Qolganida albatta shu tartib asosida, belgilangan tartib asosida emlashlarni tavsiya qilamiz. Rahmat. Demak, sun'iy ravishda bolalarning immunitetini shakllantirish haqida suhbatlashdik. Ya'ni endi tabiiy savol tug'iladiki, ya'ni buni tabiiy usulda ham buni shakllantirish mumkinmi? Yo aynan vaksinatsiya usuli shartmi sun'iy ravishda? Endi hurmatli boshlovchi, sun'iy immunitetni shakllantirish bu deganda masalan sanoqli kasallarimiz bor. Masalan qizamiq bor, tepki bor, suv chechak bor, chin chechak bor va hokazo. Shunga yuqumli kasalliklarimiz sanoqli, barmog'imiz yetadi bunga. Shu kasalliklarga emlansa o'zi bo'lmaslik kerak. Lekin haligi afsus vaqtga qarshi og'rib qolyapti bolalar ham. Lekin bo'lmasligi uchun bular sun'iy ravishda shu kasallik bilan kasallanish kerak ular. Masalan qizami bilan bir og'rib qoldimi,
bir umr qizamiq bo'lmaydi shu bola. Suv chechib chiqdimi, bir umr suv chechib bo'lmaydi. Vaqti kelsa odamlar bir paytlar bizda qizamiq kasalligi epidemiya bo'lib ketgan. O eski tuzum paytida. Bizi odamlarimiz qo'rqqan qizamiqni hatto nomini aytishga. Chunki bolalar qizamiqdan qirilib ketgan. Qizamiqni o'zidan emas, asoratidan. Shuning uchun qolgan kasalliklarga emlamasa bu immunitet tashkillashtirib olish qiyin hozirgi sharoitda. Immunitet sun'iy ko'tarish bu yaxshi mavzu, lekin biz asosan doimiy ravishda e'tibor berishimiz kerak bo'lgani bu tabiiy usulda immunitetni ko'tarishga qo'shimcha qilib qaraganimiz yaxshi bo'ladi, chunki uni samaradorligi doimiy va kuchliroq deb hisoblaymiz. Eng yaxshi variant bu bolani shu chiniqtirish, ya'ni shu tashqi muhitga bo'lgan chidamliligini oshirish kerak. Kasal bo'lmagan vaqtda bolani yoshiga mos holatda toza havoda sayr qilish, suvli vannalardan foydalanish, massaj hamda o'zi yashayotgan muhitga moslashtirish tavsiya qilamiz. Bunda biz o'sha sog'lom bolalarni parvarishida eng yaxshisi bu shu suv yoki sovuq suv bilan chiniqtirishni tavsiya qilamiz. Bu ham albatta bosqichma-bosqich hamda belgilangan o'zini qoidalari bor. Shu qoidalar asosida bo'lishi kerak. Ya'ni birdaniga sovuq suvga tushmasdan suvni haroratini borgan sari pasaytirib borish hamda shu suv muzli suvgacha solganda bolalarda og'rimaydigan darajada chiniqtirish mumkin. Muntazam ravishda cho'miltirish, ya'ni o'sha uyda vanna qilib suvga solib cho'milmasdan tashqi muhitdagi suvlarga yoki oilaviy birga borib havzalarda shu ozginadan cho'milishga chaqirishni yoki tavsiya qilishni aytamiz. Bunda albatta ota-ona o'zi primer bo'lishi kerak, ya'ni namuna bo'lishi kerak. O'zini chiniqtirishi, o'zi sport bilan shug'ullanishi, o'zi har kuni ertalab sport badan tarbiya bilan shug'ullanishi shu o'sib kelayotgan bolalarning ongida yoki hayot tarzida o'rnab qolishini biz tushuntiramiz. Agar bola sog'lom bo'lishini xohlasangiz, uni sportga bering. Agar u bola sportga qiziqishini xohlasangiz, albatta o'zingiz sport bilan shug'ullaning. Ya'ni o'sha qush inida ko'rganini qiladi degandek, shu ertalab juda bo'lmasa raqsga tushish, hattoki ertalab ozgina qaysidir muddatda raqs bilan shug'ullanish ham uyda o'sha o'yinga tushib bolalarni o'ynatishi shu jismoniy mashq hisobida o'tadi-da, shu bolaning immunitetini qaysidir darajada mustahkamlashi belgilangan. Issiq xonadan sovuq suvga o'tmaslikni, birdaniga sovuq suvga o'tmaslikni tavsiya qilamiz. Hamda shu chiniqishni muntazam olib borish kerak. Ya'ni bir oy chiniqtirdim, bo'ldi yoki bir yil sport bilan shug'ullantirdim, bo'ldi deb tashlab qo'ymasdan, shuni doimiy hayot tarzi sifatida bo'sh vaqtida shu bolalarini chiniqtirish bu albatta bir zalga borib trenirovka qilish bilan tavsiya qilinmaydi. Oddiygina uyda shu yalang'oyoq yurishlar, kiyimlarni yechib olib uxlashlari bolani, shu agar огород bo'lsa огородga tushishi yoki o'sha o'to'lanan daraxtlar orasida kiyimsiz yurishi ham shu inson tanasini tashqi muhitga bo'lgan chidamliligini oshirishga sabab bo'ladi. Va buni biz doimiy aytamiz, havo almashtirish, sovuq suvli vannada shug'ullanish, moslashtirish hamda jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishni aytamiz. Hamda ustoz aytganlaridek shu quyoshni foydali nurlaridan o'zini vaqtlarida qisqa muddatda foydalanish bu o'sha inson organizmida vitamin D ni shakllanishiga olib keladi va bu bizning immunitetimiz uchun oziqa hisoblanadi. Rahmat. Yana qo'shimcha shu yerda kerakli joy bo'lib qoldi. Masalan, biz hozir farzand ko'rayotgan mana qizlarimiz, kelinlarimiz, onaxonlar masalan farzand ko'rayotgan nabiralar ko'rishyapti, chevaralar ko'ryapti. Bular eng birinchi galda bizni targ'ibotimizda bolani tug'ilgandan keyin, kindiga tushgandan keyin, boring kindiga o'rtacha bir haftada tushadi. Kindiga tushgandan keyin cho'miltirish kerak bolani. Cho'miltirdinglarmi deb biz qabulimizga kelgansiz, yo'q, biz cho'miltirganmiz yo'q, shamollab qoladi deydi. Shu javobni bizga aytadi. Cho'miltirishni ham hatto men shu so'rayman, qanday cho'miltirasizlar deb. Keyin gapirib beramiz. Cho'miltirish uchun hurmatli bizni ko'rib turgan nimalar, hamshaharlar, bolangizni qo'rqmasdan cho'miltiradigan bo'lsangiz, kindiga tushgandan keyin kuniga bir marta degan 6 oygacha bolani kindiginiga vazelin surkab qo'yib, qo'rqsanglar, keyin uni tog'oracha olib, tayyorlangan suvni issiq sovuqni bilmoqchi bo'lsangiz, bilagingizga quyib ko'rib, bilib, kuydirmasa bolani
suvni ichiga solib ine yuvish kerak. Bizda qanaqa qabul qilingan? Yozda mumkindir bu narsa. Lekin haligi bir xil paytda onalarimiz bolani cho'miltirib beradi, o'zlari oyog'iga o'tkazib oladi, kelinlar yelkasidan suv quyib turadi. Bu ozgina noto'g'ri cho'miltirishga kirib qoladi. U shunda qancha tepasidan suv quysa, shuncha bolani tanasidagi issiqlikni olib chiqib ketib, bolani shamollashga olib keladi. Plus cho'miltirib bo'lgandan keyin albatta bolani uxlatish kerak. Bola chunki suv 37-38 gradus bo'lsa, tana harorati fiziologik shu gradusga ko'tariladi ozgina. Yana asli holatiga kelib sovishligi uchun bola uxlashi kerak. Keyin mana Zahiriddin aytgandek qo'shimcha qilib qo'yaman. Quyoshda chiniqtirish. Mana bizda jannat makon yurt deyapmiz. Hammani uylari tekis, yaxshi asfaltlar bor, betonlangan. Bolalarni oldin ola-ko'lankada yurgizsin. Keyin o'yinchog'ini quyoshga irg'itib qo'yib, bor olib ketsin. Yugurib borib oyog'i kuysin, yugurib kelsin. Shunaqa qilib mahalliy aholimiz chiniqtirsa bo'laradi bolalarni. Albatta u alohida bu chiniqtiradigan usul bo'lib, bir joyga borib, bu haq to'lab, yo'l kira qilib va hokazo qilgandan o'zini uyida bu narsani shakllantirib, tibbiy madaniyatimizni oshirishimiz kerak. Rahmat abi. Endi bizga savollar ham ko'p kelyapti, qo'ng'iroqlar ham amalga oshirilyapti. Birin-ketin ularni qabul qilsak. Navbatda yana yurtdoshimiz bor, bog'langan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jonli efirdasiz. Qayerdan qo'ng'iroq qildingiz? Men Uchtepa rayonidan qilyotgandim. 23-kvartal Jo'rayeva Barno bo'laman. Mani 1 yosh 8 oylik nevaram bor-da. Bizda alohida turamiz. Kelinim uchastkada turadi. Mana kun sal issiganiga nevaramni 2-3 marta endi yuradi-ku, yugurib yuradi qiz bola. Shu usti kirib bo'lganiga 1-2 marta cho'miltirsa, sal issig'i chiqib qolyapti. Keyin anaqa men endi ko'proq suv yo'lib bering deyapman. Suv yo'lib beryaptilar. Bugun anaqa telefon qilib so'radilar-da, "Oyijon, men 1 yosh 8 oylik bolaga namatay qaynatib bersam bo'ladimi, yo'qmi?" deyaptilar. Namatay ichirsak bo'ladimi, qaynatib? Necha yosh dedingiz? Mana asfaltda yursin oyog'i bilan deyaptilar-yu, xuddi mana optoda. O'sha optoda hovlida yursa, opto urib qo'ymaydimi bolani? Juda qattiq, bizdan quyoshlar qattiq-ku, mana hozir aytyaptilar, quyoshda yursin optoda deyaptilar. Boshidan opto o'tib qolmaydimi uni? Mayli oyog'i, mayli ozgina anaqa chiniqsa ham. Bu borada aytilgan soatlarni ham aytib o'tishdi ko'rsatuvimiz avvalda. Baribir mutaxassislarga yuzlanamiz. Savollar tushunarli bo'ldi. Sening biz boshda aytdik, quyoshda chiniqtirish ertalab soat 8 bilan 10 da orasida biz ultra binafsha nurlar, ya'ni kamaliyati 7 jilosi bor deganda 7 xil ultra binafsha nur tushadi. Bu foydali nur. Undan keyin radiatsiya tushadi deyapmiz. Albatta mana bu yaqinda kunlar isib ketganda birdaniga bolani mana Zahirdan aytgandek oldin ko'lanka joylarda yurgizish, boshqa sekin-sekin yetkazasizda bunga. Hali birdaniga quyoshga olib chiqib qo'ysangiz, issiq urib qo'ysa, siz yana boshqa narsani muammoni keltirib chiqarib olasiz. Shu sekin-sekin ko'lanka joylar, keyin suvga chiniqtirishga ham birdaniga olib suvga tiqib yubormasdan ozgina yuzini yuvib, qo'lini yuvib, badanlarini ho'l sochiq bilan artib, keyin oldin 1 minut, keyin 2 minut shunaqa ochiq suv havzalarida cho'miltirishda ham suv oqib tursa, albatta bolani ichidagi issiqni olib ketib qoladi u. Cho'milgandan keyin salqinlashdi, boisi ham shu tanadagi issiqni olib chiqib ketishi. Shuning uchun bu birdaniga qilsa, albatta bu nojo'ya holatlarga olib keladi. Endi hali namatayni aytib so'rayaptilar. Bolalarga 5 oy yoki yaxshi tarbiyalanganlar bo'lsa 5 oy, bo'lmasa 5,5-6 oydan boshlab suv bersa bo'laveradi. Demak, namatayni hozirgi sinimiz bersalar bo'laveradi. 1 oy, 1 yil, 8 oymi qanchalar dedi shekilli. Shu 6 oydan u yog'iga bersa bo'laveradi. Lekin hozirgi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bularni ko'rsatmasiga, UNICEF bularni ko'rsatmasiga taklifiga binoan 50 gradusdagi tana issiqli joylar Afrika mamlakatlaridagi onalarning ko'kragidagi sutni ham suv rejimini qoplaydi degan gapni bergan bizga. Shuning uchun biz hech kimga 6 oygacha suv beringlar bolalarga deb tavsiya qilinmaydi. Endi juddiylarlik bizda bitta so'zimiz bor, bolam o'tab ketdi deydi, issiqdan. Shunaqa yoz kunlarida masalan beringlar mayli 10 gram berib qo'yinglar suv.
atak suv masalan qancha bersa ichaveradi suvni. Masalan 30 gram bersa 30 gram ichadi. O'zi bir 60 gram emish kerak bo'lgan bo'lsa 30 gram suvni berib qo'ysa, ichgan suv oshqozonda hajmi o'zi 60-70 gram bo'lsa, uni yarmini suv bilan to'ldirib qo'ysa, qolgan yarim emgan suti suv bilan aralashib, uni yog'i, uglevodi, shakari, quvvati ketib, bola emgan bilan ozishni boshlaydi. Bu narsalarga e'tiborga olib qo'yish kerak bo'ladi. Tushunarli. Demak, har bir narsada o'ziga yarasha me'yorga amal qilish kerak. Davom etamiz. Navbatda yana bir qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Farg'ona viloyati Marg'ilon shaharidan. Savolingizni eshitamiz. Bolamni 20 kunlik bo'ldi. Hozir 21-kun bugun. Mana kindigi tushganiga bir haftadan o'tdi-da. Klinikaga qo'yib qo'yishgan ekan, tushib ketdi o'zi. Bir marta qonab ketdi. Doktor cho'miltirmaylar degan ekan. Keyin qanaqadir toshma chiqdi. Savollar. Doktorga bordim, maz yozib berdi, maz ham foyda bermadi. O'sha cho'miltirganimiz yo'q hozir. Demak, kindiga hali bitmayapti, shunaqami? Ha, o'zi bitganga o'xshab turibdi, orada hali sal qon qattig'i chiqib paydo bo'lib qolyapti. Holat bo'lishi mumkin. Albatta bo'lishi mumkin. Har insonni baquvvatligi, homiladorlikda o'tkazgan sharoitiga qarab, onasining salomatlik holatiga qarab, turli xil chaqaloqlarda kindik tushishi yoki bitishi turli vaqtlarga cho'zilishi mumkin. Odatda ustoz aytgandek, bir hafta 10 kunda bu yopiladigan mavzu, lekin cho'zilishi 2 oygacha bo'lishi mumkin. Shunday kasalliklar bor, ehtiyotsizlik oqibatida yoki kiyim almashtirayotganda yoki boshqa sabab shu bitmagan kindikka infeksiyani tushib qolishi, ya'ni kindikni yallig'lanishi, amfalit deyiladi biz tilimizda. Amfalit kasalligi belgilari ham bo'lishi mumkin. Bunda shu jarohat atrofida qizarishlar, shishlar, turli xil yoqimsiz spesifik hid kelishi yoki ajralishi kuzatiladi. Bunda qat'iy holatda xirurg ko'rigi, bolalar jarrohining ko'rigi o'tkazilishi kerak. Uni tavsiyasiga asosan zarurat bo'lsa, o'sha aseptik bog'lam qo'yiladi hamda uni uy sharoitida agar nazoratga qo'yilsa, shu oddiy tibbiyot spirtini bir tomchidan tomizib turish hamda qat'iy ravishda shu jarohat atrofini sterilligiga e'tibor berish tavsiya qilinadi. Chaqaloq bo'lganligi uchun 2 oylikgacha bo'lgan bolalarda o'z boshimchalik bilan davolashga yo'l qo'yilmaydi. Albatta shifokor maslahatini olishingiz kerak. Yana bir ta'kidlab qo'yib, doktorimiz aytgandek, haligi spesifik hidlanib qolgan bo'lsa, u yiringlab qolgan bo'ladi. U haligi xudo ko'rsatmasin, ichkariga ketib qolib, hali ichkaridagi qismi hali o'zi bekilgani yo'q. Jigar bilan bog'lanib turadigan kindik bilan jigarga ketgan orada tepasini kesib qo'ydi xolos. Ichkari ochiq hali. Mikrobni ichkariga kirib yo'l topib olishi, haligi svish, ya'ni shu yo'l topib olsa, u yana ham katta muammo keltirib chiqaradi. Shuning uchun Zahiridan aytgandek, bolalar jarrohini bir qator ko'rigidan o'tib, steril holatda uni ushashlik, issiq saqlashlik, eskitdan gapimiz bor, bolaning kindigini saqlash kerak deydi. Bu yaxshi natijani beradi. Albatta bolalar jarrohiga borish kerak. Rahmat. Navbatdagi qo'ng'iroq bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Beshariq tumanidan. Savolingiz. 1,5 yosh o'g'limga o'sha emlash olgandik. Gripp edi, oilaviy shifokorimiz anaqa olsa bo'ladi deganiga olgandik. Anaqa keyin isitma tushib nima qilmaganiga analiz topshirdik, Covid bo'libdi-da, Covid boshlanib qoldi. Shunga endi asorati qanaqa bo'ladi, shu haqida ham tushuncha beradi. Holatlari qanaqa? Holati isitmasi tushgan, lekin kuchli yo'talyapti. Balg'am bilan yo'tali bor kuchli. Yoshi 1,5 yosh. Savol tushunarli, rahmat. Mutaxassislardan javob olamiz. Bitta narsaga e'tibor qaratishni so'rardim. Ko'rmasdan turib tashxis qo'yish yoki davolash bu imkonsiz. Onlayn konsultatsiya faqatgina shifokor bilan shifokorlar orasida bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha sizlar yoningizdagi doktor yoki shifokor biz bilan bog'langan holatda biz so'ragan ma'lumotlar taqdim etsa, shunga qarab biz xulosa berishimiz yoki tavsiya berishimiz mumkin. Siz bolangiz holatini biz tasavvurimizcha sizga agar Covid infeksiyasi aniqlangan bo'lsa, uni ham o'sha bosqichlari bor, ya'ni yuqqan faol davri, tuzalish davri hamda unga
qarshi hosil bo'lgan immunitet tekshiriladi. Immunofermentning analiz deyiladi. IFA usul shu immunitetni ko'rgan holatda COVID tashxislanayotgan bo'lishi mumkin. Lekin buni faol yoki faol emasligini bilish uchun albatta polimer zanjirli reaksiya deydi. PCR usulda qon olgan holatda keyingina COVIDni davolash zarurmi yoki shu bolaning immunitet holatini tekshirish hamda davolash tavsiya etiladi. Agar emlangandan keyin umumiy reaksiya yuz berayotgan bo'lsa, bolada COVID infeksiyasiga gumon qilinayotgan bo'lsa, albatta hamda yo'tal shikoyati bo'layotgan bo'lsa, bu bola holatidan, yoshidan yoki sharoitidan kelib chiqishdan qat'iy nazar hech bo'lmasam 72 soat davomida shifokor nazoratida bo'lishi shart. Ya'ni shifoxonaga yotqizib, to'liq tekshiruvdan o'tgandan keyingina davolash muolajalarini boshlash tavsiya etiladi. Chunki 3 ta xavf guruhi aniqlanyapti. Bunda tavakkalchilikka yo'l qo'yilmaydi. Rahmat. Rentgen, tomografiya qilamiz, qon olamiz, tekshirishimiz kerak. Demak, to'la to'kis tekshiruvlardan o'tgandan so'ng aniq tashxis qo'yilib, muolajalar boshlanadi. Aytib o'tilgan, ya'ni mutaxassislar tomonidan aytilgan tavsiyalarga amal qilasiz degan umiddamiz. Shifokorlar bilan bog'laning, mutaxassislar bilan bog'laning deymiz. Bugun butun dunyoda, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda kasalliklar borgan sari yosharib borayotganligi, bolalarda kutilmagan, kattalarda kuzatilishi mumkin bo'lgan kasalliklarni paydo bo'lishi, aytaylik, onkologik kasalliklarni yosh bolalarda paydo bo'lishi, qandli diabetni paydo bo'lishi, shu kabi kasalliklarni paydo bo'lishiga sabablar, omillar nimada? Endi bizni ko'rib turgan hurmatli hamshaharlarimiz bitta narsani ta'kidlab qo'ymoqchimizki, butun dunyoda ketyapti bu global o'zgarishlar bu. Har tomondan. Bizda mana biologik akseleratsiya degan narsa bor, jadallashuv. Bolalarda ham bor bu, katta hamma sanoatda ham rivojlanish kuchayib ketdi. Mana raqamli texnologiyaga o'tib ketganmiz. O'ylaysizlarki, bu hamma narsasi o'zidan o'zimi? Mana telefon foydalanyapmiz, boshqa bo'lyapti. Ko'chalarda ashsincha narsalar, atmosferamizni chiqishi borgan sari mana ekologiyani tozalashga chora tadbirlar o'tkazib narsalar qilinyapti. Shuning uchun oldingi paytda masalan infarktdan odam o'libdi yo rak kasalidan odam o'libdi desa, necha yosh ekan deb so'ralar, aytilardiki, bilinardiki, demak bu 60, 70, 80 yoshdagi yosh katta odamlar ekan deb tushunilgan. Hozir rakdan o'libdi, infarkt bo'libdi desa, yoshi necha kirgan ekan deyapti. Siz aytgandek, bu biz nozologiya deymiz buni. Nozologiyani o'zi yosharib ketdi. Bunga sabab albatta atrof muhit birinchi davrda. Bo'lmasga qabul qilayotgan shu keraksiz narsalarimiz, boshqa iste'mol mahsulotlari va hokazo keraksiz paytda o'zi bilarmonchilik bilan kasallikni davolash, dorilarni iste'mol qilish, bu narsalar menimcha olib kelyapti bu narsalarga. Rahmat. Bizda qo'ng'iroq bor ekan, navbatdagi yurtdoshimizning savollarini ham tinglasak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, qalaysiz? Yaxshisizlar? Rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Farg'onadan qo'ng'iroq qilyapman. Men bir oylik nevaram bor edi. Mana kech paytga kelib, mana hozir yig'lashni boshlayapti. Soat 12, 1lardan keyin soat 3gacha yig'layapti. Faqat shu tungi paytlarda, kechki paytlar. Tungi payt ertalabgacha yig'layapti, kunduzi uxlayapti yaxshi. Rahmat. O'shini qanday nima qilsa bo'ladi? Doktorga olib chiqdik lekin bugun ham. Mutaxassislardan hozir sizga yana qo'shimcha savollar. Ayajon, nevarangizni tug'ilishlari yaxshi bo'lganmi? Necha qiynalib? Kilolar 2 oylik. Necha qiynalib tug'ilgan edi? 10 kunda chiqdi bansada. Cho'chishlari, esnashlari. Eshitilyaptimi? Agar aloqadami? Nevarangizda cho'chib ketish holatlari, esnash holatlari kuzatilyaptimi? Ko'p emasmi? Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Ichimizga kelishi har kuni bo'lyaptimi? Ich kelishimiz qanaqa? Axlatimiz. Kelishi yaxshi, 5 maqam. Agar bola shu shom paytida yoki qorong'u tungi vaqtlarda ko'p bezovta bo'layotgan bo'lsa, bizni amaliyotimizdan bu ko'proq ichak bilan bog'liq muammolarga darak beradi, ishora beradi.
lekin bir xilligi shu tug'ilishi yoki homiladorlik davrini og'ir kechirgan chaqaloqlarda nevrologik statusdagi turli xil kasalliklarni boshlanishi ham bo'lishi mumkin. Biz albatta buni laboratoriya tekshiruvlar, instrumentlar tekshiruvlar, nevropatolog bilan maslahatlashgan holatda tashxis qo'yib davolashga harakat qilamiz. Lekin chaqaloq kichkina bo'lganligi uchun iloji boricha dorilarni boshlamasdan tashxis to'g'ri qo'yishga yoki shu onasini ovqatlanishini to'g'ri bo'layotganligi, ichakdagi kolikalarda bo'lish bo'lmasligi o'sha bolani yupatish jarayonini oson qiyinligiga qarab turib belgilanadi. 50% dan ko'p holatlarda yosh bolalarda shom payti yoki kechki tungi vaqtda ko'p bezovta bo'lishi shu bolani qorni to'ymayotganligi, ya'ni ozuqa yetishmayotganligi bilan bog'liq deb hisoblaymiz va bu shunchaki qo'shimcha dakorim deydi, emgandan keyin yetmayotgan ovqatni berish bilan o'tib ketadi. Bir xilgi holatlarda shu bolani yashayotgan muhiti ham rol o'ynaydi, ya'ni o'sha ichkari uyda, havo kam joylarda hamda shovqinli joylarda, ko'p bolali oilalarda shu muhitda bola yashayotgan, chaqaloq yashayotgan uyni holatiga ham e'tibor berish kerak, ya'ni oshcha narsalar chiqargan va havo bo'lishi kerakligi hamda yorug'lik bilan yaxshi ta'minlanganligi shu bolani uyqusini topishiga yordam berishi mumkin. Biz ayamizga tavsiya berardikki, ayasini ovqatlanishini, ya'ni o'sha yelli mahsulotlar, xamir ovqatlar hamda o'ta shirin yoki achchiq, sho'r ovqatlardan o'zini tiyishlarini hamda bola yotgan uyni havosi tozaroq, yorug'roq, kengroq uyga almashtirib ko'rishlarini tavsiya qilamiz. Agar bunda o'zgarish bo'lmasa, keyingina shu nevropatolog yoki pediatr nazoratiga turishlarini yoki tekshiruvlardan o'tkazishlarini aytamiz. Agar bolani yig'layotgan paytda tashqi muhitga yoki o'sha mashinaga yoki havosi tozaroq joyga olib chiqqanda birdaniga yupanib qolishi hozir biz aytib o'tgan sabablarni to'g'riligini ko'rsatib beradi, isbotlab beradi. Shu orqali bilib olishlari mumkin, bola shunchaki bezovta bo'lyaptimi yoki qayerdir og'riyaptimi, shunga qarab turib bilib olsa, farqlab olsa bo'ladi. Ikki og'iz qo'shimcha qilib qo'ying Zahiriddinga. Shuning uchun biz mana o'zimizni onalarimizdan, qaynalarimizdan bitta narsani iltimos qilib qolamiz, qizlarimizdan. Birlamchi tashkilotga homilador bo'lganda qancha erta hisobga, haligi uchotga tursa, shuncha tug'ilayotgan bolasini o'zi kuzatib borib yaxshi tug'ilishga olib keladi. Nimaga? Masalan, asab tizimi bizni ilmiy nuqtai nazardan olganimizda 7-8 kunlardan boshlanadi. U paytda homiladorligini u qizimiz bilmasligi mumkin. Bilmaslik darajasi qosh qorong'ilik sezilmasligi mumkin u qizimizda. Shu paytda o'z bilimdonchilik va har xil dorilarni iste'mol qilishligi, kerak nokerak narsalar bilan shug'ullanishligi, og'ir mehnat va hokazo bu narsa shakllanayotgan asab tizimiga ta'sir qilib, tug'ilgandan keyin o'tgan safargi chiqishlarimizda qilganmiz biz. Bu bitta mavzu bu berilgan. Bolani yig'isi degan biz mavzu qilganmiz. Shunda men istab ko'rganman. Bolani yig'isini oxiri yo'q ekan, hurmatli boshlovchi. Bu yig'ini sababi juda ko'p. Shuning uchun bu onaxonga biz nima maslahat beramiz? Agar bolasini qorni to'yib, ichi kelib, boringki uxlab, og'irligiga qo'shib, u yoqqa harakatlar qilib, mana o'zi 2 oylik bo'lgan bo'lsa, u yoqqa qaraganda ko'z olmasini qimirlashi, boshqa narsalar bo'layotgan bo'lsa, boshqa narsadan qo'rqmasin. O'zini yig'isi ham bo'ladi. Eskilar bekorga aytmagan, yig'lagan bolani ichagi cho'ziladi deb. Yig'ilsa, yig'laganda boshqa salbiy holatlar kuzatilmasa, o'pkasini kengayishi, haqiqatda ichaklarda peristaltikasi deymiz, qisqarishini, shakllanishi, yaxshi bo'lishi bu yaxshilikka olib keladi. Shuning uchun qo'rqmasalar ham bo'laveradi. Agar hozirgi yuqoridagi narsalar bo'lsa, mana Zahirdan aytgan narsalarni qilishga to'g'ri keladi. Rahmat. Davom etamiz. Yana bir qo'ng'iroq bog'lanib ulgurilgan. Ular bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Andijondan. Eshitamiz savolingizni. Biz farzandimiz bor, 8 oylik. Shu onasini orqali to'ymayapti. Qanaqa ozuqa bersak bo'ladi qo'shimcha? Malyutka yeyapti, shu bilan to'yadimi, to'ymaydi? To'yadi. Agar ovqatni turini biz tavsiya qilamiz, u albatta
ota onasini ijtimoiy holatdan, moliyaviy ahvolidan kelib chiqqan holatda bolani oyiga yoki yoshiga moslab tavsiya qilinadi. Sun'iy ovqat yoki qo'shimcha ovqat berilayotganda e'tibor beriladigan alohida qoidalarimiz bor. Bu birinchisi, albatta birinchi onasini emgandan keyin, qisqa muddatdan keyingina shu qo'shimcha ovqatni berish tavsiya qilinadi. Chunki o'sha oshqozonda bo'sh qolgan, to'ymay qolgan joyigagina smesni o'sha bolalar ozuqasini to'kish tavsiya qilamiz. Sabab undan keyin agar onasini emsa joy qolmasligi mumkin yoki bolada dangasalik hissini uyg'otishi mumkin. Buni oddiy qilib tushuntirganda, bola onani ko'kragidan sutni mehnat qilib, ishlab tortib oladi. Bu albatta kuch talab qiladi hamda bolada charchoq hissini uyg'otadi. Sun'iy ovqatlantirganda esa bu oddiygina shu yutib olish bilan yoki so'rish bilan kifoyalanganligi uchun sun'iy ovqatlanish bola uchun qandaydir qulayroqligini u sezadi. Instinkt ravishda sezganligi uchun bola dangasa bo'ladi-da, ko'krak olmay qo'yadi. Shuning uchun qo'shimcha ovqatga o'tkazayotganda yoki tavsiya qilgan paytimizda onalarga aytamiz, faqatgina tabiiy emizganingizdan keyingina shu bo'sh qolgan joyiga smes orqali to'ydirib borishingiz mumkin deymiz. Inson o'zi bolasini shu qo'shimcha ovqatni xohlayaptimi, yo'qmi, shundoq ko'rib aytadi onalar. Ichkisi kelmayapti yoki bizga yoqmadi deb shunga qarab turib shu smesni yoki qo'shimcha ovqatni o'zgartirish mumkin. Oddiysidan boshlash kerak. Qo'shimcha ovqatlar ham ikki xil bo'ladi. Davolovchi ozuqalar hamda oddiy shu qo'shimcha ozuqalarga bo'linadi. Albatta berayotgan vaqtda shifokor tavsiyasiz, misol qorin ichaklarida sanchqilishiga qarshi, qusishni kamaytirishga qarshi yoki gidrolizatlangan, ya'ni shu sut tarkibidagi oqsillarni parchalash orqali allergiyasini kamaytiradigan ovqat turlari bor. Shulardan boshlamaslik tavsiya qilamiz, chunki bunda insonning tabiiy moslashuvchanligi buzilib ketadi hamda oshqozon ichaklarimiz noziyroq shakllanadi. Ya'ni o'zi yana o'sha dangasalik hissiga olib borib qo'yamiz. Shuning uchun agar shifokor tavsiya qilmasa, oddiygina shu agar malyutkani yaxshi ichayotgan bo'lsa, malyutkani o'zi bilan boqishingiz hamda asta-sekinlik bilan uni miqdorini ko'paytirish borishingiz tavsiya qilinadi. Ya'ni 30 grammdan boshlab, keyin bir hafta yoki 10 kun yaxshi ichgandan keyin 60 gramm, undan ham to'ymay qolganda 90 grammga chiqarish mumkin. Agar 90 gramm smes berganda unda ichida oshib qoladigan bo'lsa, demak bolani o'sha qanchadir miqdordagi oshqozonda bo'sh qolayotgan joyda aniqlab olish hamda shu smes miqdorini kamaytirish mumkin. Ovqatni tayyorlayotganda ham juda ko'p e'tibor beriladigan tomonlari bor. Buni albatta biz birinchi marta qo'shimcha ovqat berayotgan onalarga tushuntirishga harakat qilamiz. Ovqat beriladigan idishlarni bir emas, bir nechta qilish kerak. Eng kamida 5 ta bo'lish kerak. Har safar ishlatgandan keyin chayqab olib qo'yib, qaynatish kerak. Ya'ni 5 ta qilib, shu 5 ta eng kami 5 tasini birdaniga qaynatib olib, keyin har safar yangi sterillangan idishga ovqat tayyorlab, keyin yana hammasini to'plab qaynatib ishlatishni tavsiya qilamiz. Qaynoq suvda chayqab qo'yganligi bu bizni qoniqtirmaydi. Ikkinchisi, shu smesni suvini kimdir qo'yroq, kimdir suyuqroq, kimdir shirinroq qilib berishga harakat qiladi. Bu ham noto'g'ri. Chunki ovqat o'sha quritilgan sut bilan suvning miqdori bir-biriga nisbatan iloji boricha yaqinroq kelishi kerak. Shunda shu o'lchov qoshiqchasini olganda ustini siladiydi. Endi bizdan tog'cha hosil bo'lmasdan tekizlagan holatda 30 gramm suvga qo'shishlarni tavsiya qilamiz. Bunda ta'mi ona sutiga yaqinlashadi hamda undagi oqsil yoki suvning miqdori bir-biriga mos tushadi. Shundagina bu qorindagi o'sha sanchiqlarni yoki ichni qochishi yoki ichni o'tib ketishi yoki axlatni rangini o'zgarishi kabi noxush belgilarini keltirib chiqarmaydi. Va o'sha berayotgan onasini ovqatlanishini imkon qadar to'g'irlash orqali tabiiy sutning miqdorini oshirib borishga harakat qilamiz va buning natijasida bolada qo'shimcha ovqatga bo'lgan ehtiyoj kamayadi va vaqti bilan borgan sari shu smesni ichmay qo'yishigacha olib kelamiz. Biz shu natijalarga erishganmiz. Ya'ni onasini to'g'ri ovqatlantirib, parhez buyurilganda bu umrbod emas. Eng uzog'i bilan 3 haftaga buyuramiz parhezni. O'zini shirinliklardan yoki o'sha yelli mahsulotlardan, achchiq narsalardan tiyish tavsiya qilganimizda
onalarga tushuntiramizki 3 haftagacha bo'lgan muddatda bolani holati yaxshilangunga qadar shuni qiling. Undan keyin albatta onani ham shu o'zini bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun yaxshi yog'li hamda sifatli oz tez ovqatlanishni tavsiya qilamiz. Rahmat. Davom etamiz. Menimcha navbatda qo'ng'iroq egasi bog'lanib ulgurdi. Navbatdagi savolni ulardan tinglaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Namangan viloyatidan. Savolingizni eshitamiz. Savolim, nevaram 1 yoshi 4 oylik. Ona sutini emmaydi, lekin ko'p kasal bo'ladi. Ko'p dog' suv ichadi. Shunga nima qilsam bo'ladi? Dog' suvni haddan ziyod ko'p ichadi. 1 oydan bir kasal, u kasal narsa. Bronx yo'llari shamollagan, o'pkasiga o'tmagan, bronx yo'llari shamollab qayta kasal bo'laveradi. 1 yoshar 4 oy dedi. Endi 1 yosh 4 oylik. singlimiz bu narsaga yana takrorlaymiz buni. Biz bu zotiljam kasalligi, nafas yo'llarining kasalliklarini albatta bu nima deydi haligi qayta tiklanish davrini yaxshi o'tkazish kerak. Bugun bir hafta 5 kun davolab to'xtatib qo'yib, yana uni haligi bog'chaga borayotgan bo'lsa, bog'chaga qo'yib yuborishi yoki bo'lmasam uyda olib qo'yishlik, boshqa qilishlik, keyingi etapini o'tkazmaslik, shu surunkalik sekin-sekin haligi surunkalikka tez og'riydigan holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Buning uchun albatta yana yuqorida aytganimizdek, bolalarni albatta chiniqtirish kerak. Yana chiniqtirishga mavzusiga yana qaytadigan bo'lsak, bu qizimiz ham bolasini hadeb borib haligi bizda shunaqa bir ko'rsatma borki, isitma bo'lmasa antibiotik berma deyapti. Endi bo'lar bo'lmasga dori darmonni berib, ichib, o'zbilarmonchilik qilishlik shu salbiy oqibatlarga olib kelyapti. Ko'pchilikdan eshityapmiz bu narsalar. Shuning uchun chiniqtirish yana yuqorida aytganimizdek, mana o'zi jannat makon davlatimizda yashayotganimiz uchun bu chiniqtirishni yo'lga solib, xalqimiz o'rtasida tibbiy madaniyatimizni ko'tara olishimiz kerak. Albatta. Yana muhim e'tibor beradigan bir qisqa tomoni bor, shuni aytib ketishimiz kerak. 1 yoshar 4 oylik bola sizni sun'iy ovqatingizga muhtoj emas. Bu uni faqatgina shu o'rganib qolganligi yoki xumor tutganligi sababli sizdan shuni talab qilyapti. Bizni eng yaxshi to'g'ri deb o'ylagan maslahatimiz shuki, shuni odatiy haligi kundalik ovqatga o'tkazingda suv ichishini, misol yo shakar qo'shib berishi yoki boshqa narsa berishi o'sha suvga bo'lgan ehtiyojini oshirayotgan bo'lishi mumkin. Bolangizni qondagi qand miqdorini nazorat qilib, qalqonsimon bezni gormonlarini tekshiruvdan o'tkazgandan keyin 2 kun bezovtagarchilik bo'lishi mumkin, lekin undan keyin ko'nikadi, moslashadi. Baribir qachondir shu smesni qo'shimcha ovqatdan chiqib ketishingizni o'ylagan holatda shu qo'shimcha ovqatni bermay qo'yishingizni tavsiya qilamiz. Chunki biz doim tabiiy ovqatlantirishda tarafdori bo'lganmiz. 1 yoshar 4 oylik bola qo'shimcha ovqatga muhtoj emas. Rahmat. Ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt juda ham qisqa qolmoqda. Shuning uchun men nazarimda so'nggi qo'ng'iroq egasini qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerdan? Bag'dod tumanidan. 3 oylik chaqalog'im bor, burni bityapti. Shunga maslahat so'ramoqchi edim. Burunlari bityapti. Bu qachondan beri kuzatilyapti? Shu 20 kunligidan boshlangan. 20 kunligidan boshlangan. Nazafron tomizdan bo'rga borsam nazafron tavsiya qildi, tomizdim, lekin foydasi bo'lgani yo'q hali. 3 oylik bu chaqaloq emas, 3 oylik go'day bola. Go'daylik, chaqaloqlik davri 1 oylik. 3 oylik bolasida doim bu narsa kuzatilayotgan bo'lsa, hech bo'lmaganda bir marta birinchidan lor vrach doktorga murojaat qilsinlar. Bir ko'rib qo'ysin, tug'ma bir nuqsoni yo'qmikan u yerda, qiyshiqlik, boshqa torayish degan narsalar kuzatilishi mumkin. Bu narsa hali siz aytganimizdek umumiy nazologiyamiz, kasalligimiz borgan sari yosharib boryapti. Biz masalan 5-6 yoshli bolalarda hozir kerak bo'lsa gaymarit kuzatilyapti. Oldin 8-10 yosh tepasida bo'ladigan narsa edi. Shuni singari bu mana kichkina go'dagimizni bir qator lor vrachdan maslahatini olib, uyda o'zini tabiiy usulda
qilsinlar. Agar emizayotgan bo'lsa qizimiz sutidan tomizib tursin. Ona suti har bir narsaga davo bo'ladi. Yoki bo'lmasam eng oddiy protargol eritmasini tomizib, uni orasida 3 mahal uni tomizsa, 3 mahal sut tomizsin. Kerak bo'lsa ozgina mana o'zimizni tabiiy usulimiz, biz qo'llaymiz buni. Jicha dumba yog'ini olib, uni jicha issiqlik berib, eritib turib, burnining tepalarini, peshonalarini artib qo'yishlik bilan ham bu holatdan chiqishlari mumkin. Endi albatta bu 3 oylik bolaga suv ichirish, boshqa qilish, albatta dori bilan qilish bu biz tavsiya qilmaymiz buni. Mana Zahiriddin ham qo'shimcha qilmoqchi. Agar ustoz aytganlariga qo'shimchaki, bunaqa holatda yana eng yaxshi tavsiyalarimiz shu bo'ladiki, hozir urf bo'lgan shu boladagi allergik statusni ham bir nazorat qilishni tavsiya qilamiz. Bu o'sha kattalarda bo'lgan kabi bolalarda ham allergik holat kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yashayotgan uyni muhitni o'zgartirish, bolani boshini sal balandroq qilib, shu qiyalikda yotqizish hamda onasiga yerli mahsulotlardan, shirinliklardan hamda o'sha nosog'lom ovqatlardan tiyilish tavsiya qilgan holatda parfyumeriya mahsulotlarini ham cheklashni tavsiya qilamiz. Hozir urf bo'lgan shu nam salfetkalar, turli xil qimmat haligi parashoylar, atirlar yoki boshqa parfyumeriya mahsulotlaridan o'ta ko'p foydalanish ham shu bolalarimizda kichkina ko'rinishdagi allergik jarayonlarda yoki allergik shikoyatlarda keltirib chiqayotganligini ko'ryapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Shuning uchun singlingizga tavsiya qilardimki, imkon qadar shu parfyumeriya mahsulotlaridan cheklanib, bola yashayotgan muhitni o'zgartirib ko'rishingiz ham sizga qaysidir darajada yordam berishi mumkin. Rahmat. Yana mana ko'rsatuvimizga yakunlanishiga 1 daqiqa vaqtimiz qoldi. Yurtdoshlarimizga nima tavsiya qilasizlar bugun farzandlarini o'stirayotganlarga? Yurtdoshlarimizga, qizlarimizga, ayollarimizga nima tavsiya qilamiz? Birinchidan sog'lom turmush tarziga rioya qilishlik. Ikkinchidan yosh qizlarimizni iloji boricha ko'krak suti bilan bolalarini boqishlik. O'zlariga qarashlik. Mavsumga qarab turib bolalarni kiyintirish, yana takroran immunitetini ko'tarish, tabiiy usul, hozir yuqorida aytgan narsalardan foydalanish, bu menimcha yaxshi bizni yutuqlarimizga olib kelib, kelajak avlodni tarbiyalashda, shakllantirishga juda katta yordam beradi degan umiddaman men. Shu dori vositalarini ham o'zidan foydalanish madaniyati bor. Shunga rioya qilishlarini xalqimizdan so'rab qolamiz. Turli xil dori vositalarini bir vaqtda qo'llash ularning foydasidan ko'ra ziyonini ko'proq olib kelishiga sabab bo'lyapti. Ishlatayotgan doringiz albatta shifokor tomonidan tavsiya qilingan, maxsus blankaga yozilgan, shifokorning muhri bilan yoki imzosi bilan tasdiqlangan bo'lsagina olib, keyin o'sha aytilgan tartibda berishni biz maslahat beramiz. Shunchaki dorixonadan o'zboshimchalik bilan 2 yoki ko'p dorini olish bu ko'pchilik holatda nojo'ya ta'sirlarni keltirib chiqarib, asoratlarga olib kelyapti va asosiy qoidalardan bittasi 3 tadan ko'p bo'lgan dorini iste'mol qilmaslik. Ya'ni zarurat tug'ilganda 3 ta eng zararli tanlagan holatda qaysidir bittasi tugagandan keyingina boshqa doriga almashtirishni tavsiya qilamiz. Agar 3 tadan ko'p dori ichishga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, sog'lig'ini tiklash uchun albatta shifoxonada yotib davolanish zarur deb o'ylaymiz. Plus shifokor yozib bergan dorini olish. Analogi bor, boshqasi bor. Endi uni yozayotgan shifokor nimanidir o'ylab yozgan. Boshqa narsani olib qo'ygan bo'lsa, u biz shifokorda ayb emas u. O'rtada bola qiylanadi. Rahmat. Albatta yurtimiz kelajagi bo'lgan farzandlarimizga sog'ligiga e'tiborli bo'ling deymiz. Chunki farzandlarimiz sog'lom, ruhan, jismonan sog'lom bo'lsa, albatta bu sizni hayotingizni davomchisi, baxtli kunlaringizni garov bo'ladi. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Bugun ko'rsatuvimiz mehmonlari Andijon davlat tibbiyot instituti pediatriya kafedrasi o'qituvchisi, oliy toifali pediatr Ismoiljon aka Noraliyev bo'ldilar va viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bolalar shifokori, pulmonolog Zahiriddin Sultonov bo'ldilar. Sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Yurtdoshlarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Kelgusi ko'rsatuvda yana yorug' yuz bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.